Davlatimiz rahbarining 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturiga asosan qabul qilingan qarori Andijon viloyatidagi 86 ta tanlab olingan mahallada sug'orish tarmoqlarini yaxshilash imkonini bermoqda. Xususan, ajratilgan mablag'lar orqali qurilishda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Norin-Qoradaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi tomonidan Andijon viloyatidagi 68 ta obyektning loyiha smeta hujjatlari yakunlanib, ularda 23 milliard so'm iqtisod qilindi. Hozirda barcha obyektlarda qurilish ishlari boshlanib, 80% tayyorgarlik ishlari amalga oshirilgan. Dastur doirasida ishlarimiz yakunlanib qoldi. Bunday dasturlar oldin bo'lmagan, mahallani suv bilan ta'minlash uchun pul ajratilmagan ichki kanallarga katta magistral kanallar pul ajratilardi, lekin hozir bu xalqimiz juda kayfiyatini ko'targan. Hozir bu yerda 1-2 kilometrga latva tortish ishlari amalga oshirildi. Paxtobod tumanining Nodirabegim mahalla fuqarolar yig'ini hududida bosh pudratchi tomonidan yangi lotok tarmog'i qurib foydalanishga topshirildi. Ushbu hududda amalga oshirilgan tadbirlar natijasida 250 ta xonadon kafolatlangan suv bilan ta'minlanishga erishildi. 94 ta kambag'al oilalar tomorqa maydonlaridan daromad orttirib, o'zini o'zi ish bilan ta'minlash va daromadi ortishiga zamin yaratildi. Quruvchilarimiz mana kelib, lotok ariqlarni o'rnatib, shundan mahallamizda suv tejamkorligi yo'lga qo'yildi. Shu aholi shundan foydalanadi, tomorqalariga foydalanadi. Avvalo prezidentimizga rahmat, suv tejamkorligini ham mana yo'lga qo'ydik. Suv resurslarini yaxshilash, shu jumladan tomorqa yerlarini samarali sug'orish tadbirlari qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqarishning barqaror o'sishini ta'minlaydi.